aşağı baş bulgan zalim gavnim ya Deryani suyu tayasa cane Acını yemey çok küren sokma akşi cane Akılsız nadan bekle aşağı bir tutayım basmak için Akılsız nadan bekle aşağı bir tutayım basmak için Ulug' Tayping Tiangu inqilobining ta'siri bilan 1864-yilida dehqonlar qo'zg'oloni portladi. 1871-yili Charusiya jahongirligi fursatdan foydalanib, elini besib oldi. 1881-yili Charusiya doiralarining majburlashi bilan eli dehqonlarining bir qismi uy makonlarini tashlab, Yatsu tavasi ko'chib chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Köş naqshisi ana shu tarixiy fojialarning dalili bo'lib, hozirgacha xalq ichida aytilib kelmoqda.
Özünün yoki o'zgalarning beshidan o'tgan ishlarni qo'shoq qilib to'qib, naqshi bilan bayon qilishni el xalq san'atidagi yana bir alohida hodisa deyishga bo'ladi. O'tmishdagi tangsizlik zulmga qarshi otlangan Nozigun, Sodir Palvon, Moyimxon, Ilohim Ko'kko'z, feodallik nikoh tuzumining qurboni bo'lgan Gulamxon, tug'ilib o'sgan yurtini umr bo'yi unutolmagan Puchinxon qatorliqlar o'z kechirmishlarini o'zlari naqsh qilib aytgan yoki ularning sarguzashtlarini boshqalar naqshi qo'shiqlarga qetib el ichiga taratgan. Zamonlar o'tib bu naqshlarmi el xalq naqshlarining bir qismiga aylangan. Sodir o'tmish jamiyatda zulmga qarshi ko'tarilib chiqqan xalq qahramoni, xalq qo'shiqchisi. U 1864 yilida qo'zg'algan Dehqonlar qo'zg'olonining yetakchilaridan edi. Bayonda va cho'nko'rani ilish so'qishlarida ko'rsatgan tuhfasi va ham farosatlari uchun xalq uningga Palvon deb nom bergan. Xalqimiz hozirgacha Sodir qo'shiqlarini naqsh qilib aytib, o'zining bu qahramonini yod etib kelmoqda. Oğlum ay dada işi ayter Ulus atlık oğlum ay dada işi ayter Beş balamın içinde Beş balamın içinde Kiçigide danıxane etli Beş balamın içine bir penna nam okuydu Beş balamın içine bir penna nam okuydu
Benim uytum da çapsa Kelimli kağı çıkıydı Benim uytum da çapsa Kelimli kağı çıkıydı Kıra yolu damigey Mepen sundu mu kenge Kıra yolu damigey Mepen sundu mu kenge Sadrını tutup biriye Kınlın kildi mi şenge Sadrını tutup biriye Kınlın kildi mi şenge Tanrı tağları değdi Benim yatar makalimde Tanrı tağları değdi Benim yatar makalimde Nime kılsan kılsan gere Senin sorar zamanen Nime kılsan kılsan gere Senin sorar zamanen
Ağ yolu